Assalomu alaykum Muslim Chorva kanalining hurmatli obunachilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, chorva ishqibozlari. Xunajinda zo'ridan apki uka, cho'rni piyostirami, go'lishdimmi, zo'ridan apki xunajin bo'lsa olamiz deganlar bo'lsa, 2 dona xunajin keldi, zo'ridan. Bitta cho'rni piyostra buqachamiz keldi va 2 dona semental gibrid go'lishdim buqachalarimiz bor akalarim. Puli yengil qilib beramiz akalar. Sizlar o'ylamagan, kutmagan narxda aytaman akalarim bugun. Sizlar o'ylamagan, kutmagan narxda aytaman. Orqalarni ko'rib qo'yinglar. Manzillarimizga kelsak, Andijon viloyati Sharxon tumani akalar. Telefon qilsanglar, lokatsiya tashlaymiz, bemalol kelib ko'rib, ustida osinglar ham bo'laveradi akalarim. Akalar, mana ko'ryaptimi? 2,5 oylik, mana 2,5-3 oylikka qarab ketyapti. Bo'ylar 1 metr atrofida va 2 oylik xunajinimiz bor, 2 dona. Xunajinlardan boshlaylik-da mana. Turishga e'tibor beringlar akalar, stoykalarga. Orqalar 4 burchak mana. Akalarim, zotdor mol boqaman deganlarga mana cho'rni piyostra bular akalar. Yo'lishda ham bo'lsa, yo'lishda ham deymiz. Endi buqachalarga kelsak, mana yo'lishda ham 1 dona buzog'imiz bor akalar. Mana. Orqalar baland, bular 40 kunlikdan endi o'tib qoldi. Bu birinchisi, mana yana bittasi bor, semental gibrid, bu ham 40 kunlikdan o'tib qoldi. Keyin cho'rni piyostra buqachamiz bor akalar mana. Mana ko'ringlarchi. Zo'ridan so'raganlar. 50 kunlik akalar. Mana orqalari baland, etlari ham yaxshi. Etlari semiz. 50 kunlik silyoz kepa hamma yo'q yeb turibdi. Bular sutga muhtoj emas bular akalar. Mana shu manon bilan manonga sut bersanglar ham bo'laveradi. Bermasanglar ham bo'laveradi akalar. Mana men mana sal ozib qoldi, lekin sut berilgan yo'q. Xudo xolasa, o't, silyoz kepa yeb turibdi akalarim. Kimgadir ma'qul bo'lsa sotiladi akalar. Endi qo'y ustiga bitta narx aytaman akalar. 3 ta buqacha, 1, 2, 3 o'ti yegan cho'rni piyostra buqacha, go'lishdem buqacha, semental gibrid buqacha. Eng kattalarimiz xunajin mana. Manon bilan manonimiz xunajin mana. Mana, ko'ryaptimi? Mana shu xunajin akalarim. 4-5 o'yini bitta olaman degan akalarim, yengil qilib beraman pullarini. Eng qizig'i, narxlarni 12 ta viloyat bo'ylab bemalol solishtirib ko'raverasizlar akalar. Manaqa buzoqchalarni nech pul deyapti ekan. Mana, ko'rib turibsizlar? Kichkina buzoqlar emas, mana. Yaxshilab ko'rsataydi akalar. Onlayn oladiganlar ham bor-da. 5 o'yini bitta olganga 10 milliondan xayr qilib beraman. Ozgina lekin xayri. Dastlabkasi ichida 10 million so'mdan xayri bor. Bemalol telefon qilaveringlar akalarim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana o kichkintoy bilan o'no kichkinani 11 milliondan deyapti, to'g'rimi? 11 million so'mdan. Mana qo'yig'isi 10 million so'mdan bo'lsa, xayri bor, ketaveradi akalar. Ikkita katta xunajin ham ketaveradi. Mana cho'rni piyostra buqacha ham ketaveradi mana. Mana cho'rni piyostra buqacha kelgan. 50 kunlik akalarim. Shuna gaplar. 10 million so'mdan bo'lsa, telefon qilaveringlar, kami bor. 5 oyga bitta xayr qilib o'tib beraman, dastlabkasini qilib beraman akalarim. Dastlabkasini ichida qilib beraman. Narxni luboy joyga solishtiraveringlar. Lekin hashaki molga solishtirmanglar, iltimos. 40 millionlik molni bo'lasiz hech qachon 6 million, 7 million bo'lmaydi akalar. Hashaki molni bolasi 6 million, 7 million bo'lishi mumkin. Lekin 40 millionlik, 30 millionlik mol bolasi hech qachon akalarim 6 million, 7 million bo'lmaydi. To'g'risi akalar. Shuning uchun hali hashaki mollarga taqqoslamanglar akalar. Bemalol aloqaga chiqsanglar, mana. Buqacha, mana. Mana ikkala xunajinda so'rash mumkin-da, ikki xunajin nech pulga berasan deb. 9 million 300 ming so'mdan bo'lsa xunajinlar ketaveradi ikkovsi. Mana katta xunajinlar. 9 million 300 ming so'mdan xunajinlar, 3 ta buqacha 11 million so'mdan kami bor akalar. Xayri bor. Bitta o'tib beraman akalarim. Bitta qo'yib suv olganga 10 milliondan xayri bor ana. Bemalol telefon qilaverasizlar, jigarlar.